Men Allohga shukr, zavod nima bersa hammasini olaman. Qiziqaman. Ha. Sanatoriy qayerga desa zominlikni hammasiga olaman. 2 yilda bir nima desa olaman. Ha, bu safar ham yaxshi joyga keldik. Sanatoriy dahshat. Mana. Zominga kelsang, qayerga kelsang birinchi asal sotiladi. Akam mana asal sotib o'tiribdi. Yaxshi mehmon ekan. Ya asal nechi pul ekan kilosi? Eng zo'ri. Giyohniki qaysi? Giyohniki qaysi? Bu qora. Aka bo'lmasa obedga o'taman. Sizga qarang, aka bo'lmasa 11larda men bir joyga Navoiy kamera tuziga borib turib keyin chiqaman. Aka bo'lmasa keyin sizga telefon qilay. Ha, dahshat tosalaydi. Bo'ldi, birga boraman unda. Birga, obedga birga. Assalomu alaykum aka. Charchashyapman aka, tuzimsiz? Mo'mi giyohniki? Akajon qarang, hammasi giyoh asali. Mana Vasilokda asali, mana Tog'rayxon Yovoy bedanik. Mana ikkalasi tog'da, yuqori tog'da olingan asallar hisoblanadi. Mana shu endi o'z qimmati? Mana ikkalasi 120 eng zo'ri ana shu ikkovi. Mayskiy asal bor, Rastorovshaniki bor, Kigotuniki bor, Yantog'niki bor, Oqqo'raydiki bor. Ular kilosi 100 mingdan aka. Bunuchi? Mana. Kichkinasi 20 ming, kattasi 40 ming. Mana nima? U gulchanga deyiladi, svetochnoy pыльца. Ha, bu. Bolalarga kelgan noni, qonni ko'paytirib immunitetni oshiradigan ari mahsulotlar. Pastani chetda turasizmi yo olishimiz kerakmi? Biz daftarda sherda bo'lamiz, undan keyin Sharsarada bo'lamiz. Sharsaraga sizlar tushmaysizlar. Sizlar kanatdan chiqib, ko'priklarga bir kanatdan qaytib tushasizlar, mashtada yo'lishasiz. Ha. Bu aka ishlarga omad.